Neftchi o'yinlariga eski birovni nima tushmaydigan mashinalarda boraman, yo gazini qo'yib beraman, yoki shopirni rozi qilaman. Shu eski mashinalarda birovni e'tibori tushmaydigan mashinalarda borgim kelar. Mashinada ketayotib, bayroqlarni chiqarib olishimdan sabab, orqadagi yozuvlarni yozishimga sabab, hali orqani ko'rib turib o'qishib, signal chalib qo'llab-quvvatlashganiga men maza qilaman. O'yin boshlanishidan 1-2 kun oldin qizim plakat yozishni boshlaydi. Taxminiy shotni yozadi. Neftchi Farg'ona, olg'an neftchi, shunaqa har xil o'yinga plakatlarni qizim yozadi. Asli ko'rgan Moskvishda orqasidagi Neftchi Farg'ona yozuvini ham qizim yozib bergan. Dada omad tilayman deb kuzatib o'rgan kenja qizim. Avvalam xonadonimizga xush kelibsizlar. Bizni shunchalik e'tiborga olib, xo'jayinimni nazarga tushganiga rahmat. Avvalam birinchi bo'lib prezidentimiz bobomizga rahmat. Farg'ona viloyat hokimligiga rahmat. O'zimiz rayon Yozyovon tumani hokimligiga rahmat. Sizlarga rahmat. Shu orqasida qancha xizmat qilgan bo'lsalar, hammalaringga ming marta rahmat. Neftchi yutgan kuni bizni uyimizda osh. Doim neftchi yutursin, biz osh qilib yeyveraylik.